Qur'on Karimni tarjima qilishda Allohidan bir kuni menga yordam bering dedi. O'zbekchaga ma'nolarini tarjima qilishga deydi. Bo'lmasa mayli yordam beraman dedim. Qisqaroq qilib aytyapman-da. Ha. Ha, yana menda qo'lim tepilar ekan, men ham usul qolib deb shuni qanaqa qilib yordam beraman endi. Ustoz desam, Allohdan aytdi, kamroq kelsangiz ko'proq vaqt ajratardim dedi. Meni yordamim shu. Hali ko'p borar ekanman-da, u yozayotgan paytda xalaqit berar ekanman. Shuni iltimos menga yordam bering dedi, asli yordamim shu. Demak, kamroq borib yordam qilgan. Kamroq borganman, yordam berdim. Toshkentga Alovuddin Mansur o'zini mashinasida olib ketganini aytdi. Bir kuni Abdullohga aytibdi. Abdulloh aytibdi, Alovuddin kimi ovolaydi Andijondan desa, Bahram akani ovolaydi Toshkentga to'yga. Meni oldida Alovuddin, orqada men. Alovuddin aytdiki, eng yaxshi yer dedi. Mashinada gaplashib ketadigan yer mashina dedi. Meni ketguncha gaplashib ketdi. Andijondan beri ko'rishmadik. Menda ham ko'p narsalar bor edi, yangi ilmlar qo'shiluvdi, u bilmaydi. Bor ilmimni unga Alovuddinga aytib ketdim. Mana bilganlarimni. Toshkentga yetib to'xtamay gapirib bordi. Xullas kalom shunchalik bo'ldiki, qaytishda boshqa mashinada keldim. Men aytaman, uni eshitmayman undan ko'ra. O'g'lim bo'lsa, o'zimga ziyon qildim. Qarasam, bildim aybimni.